dasturimizda yangi ochilgan va qiziqarli zarubejniy hyperrekt, uni nomi strategiya deb nomlanadi. Saytga kirishimiz bilan xuddi shunaqa glavniy oynasi ochiladi. Umniy mikrostrategiya богатство растет без усилий deb qo'ygan. Ya'ni aqlli strategiya qilib qo'ygan. Hozirgi sayt haqida polniy tushuncha berib o'taman. Demak, glavniy bo'limdan pastroq o'chib saytda hamma bo'limlari haqida ma'lumot olib chiqsanglar bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, shak qanaqa qilib pul ishlanadi, shular haqida ma'lumot olishinglar mumkin. Bu yerda mana biz necha pul sarmoya kiritsak, qancha foyda olamiz, shular haqida ko'rib chiqsak bo'ladi. Demak, основной издание минимальный $10 boshlanadi. Bu yerda ko'rishinglar mumkin. 5-10% bu yerda mana urvenga qarab yana sizlar pribul olib borishinglar mumkin. Demak, qolgan bo'limlar haqida ham sayt haqida kengroq ma'lumot olishinglar mumkin. Pul ishlash uchun bu yerdan nachat tugmasini bosamiz. Va bizga xuddi shunaqa oyna ochiladi. Pastdan zaregistratsiya tugmasini bosamiz. Mana endi registratsiyadan o'tish uchun birinchi qatorga elektron pochta, ikkinchi va uchinchi qatorga saytga kiradigan parol, to'g'ri, beshinchi qatorga pul yechadigan parolni yozib, oxirgi qatorga tegmasdan zaregistratsiya tugmasini bossak bo'ldi. Biz saytdan registratsiyadan o'tgan bo'lamiz. Men hozir o'zim profilimga kirib, sayt haqida kengroq tushuncha beraman. Mana saytdan registratsiyadan o'tganimizdan keyin xuddi shunaqa oyna ochiladi. Bu yerda yana sizlar sayt haqida ma'lumot olishinglar mumkin. X tugmasini bossak bizga glavniy oynasi ochiladi. Demak, tepada pastda har xil bo'limlar bor. Hozir sizlarga hammasini tushuntirib beraman. Demak, glavniy bo'limi orqali sizlar statistikalarni ko'rib borsanglar bo'ladi. Qayerdan pul ishlayapsizlar, shular haqida ma'lumot olishinglar mumkin. Bu yerda mana 4 xil bonusi bor. Bularni o'qib chiqib bemalol sizlar bonus olishinglar mumkin. Bu yerda mana registratsiyadan o'tganimiz uchun ham bonus bor. Shu tugmani ustiga bir marta bosib, biz yana 8 sent bonus olishimiz mumkin. Pastroqda kriptovalyutalar narxlarini ko'rib borsanglar bo'ladi. Endi teparoqqa chiqib ko'ramiz. Men ko'rib turganingizdek, bu saytga $20 sarmoya kiritdim. Hozirlarga pul ishlash bo'limlarini ko'rsatib beraman. Demak, bizda birinchi bo'limi strategiya bo'limi. Bu bo'lim orqali biz har xil mana treyderlarga sarmoya kiritib qo'yib, pribul olib borishimiz mumkin. Bu yerda treyderlarni mana o'zini foizini ko'rib borishinglar mumkin. Minimal summalari bu yerdan boshlangan. Eng arzoni Oliver Gray bo'ladi. Bunga biz $20 bilan sarmoya kiritsak bo'ladi. Bu yerda statistikasini ko'rib borishinglar mumkin. 30 kunlik, 7 kunlik statistikalarni chiqarib qo'ygan. Hozir qanaqa qilib sarmoya kiritishni ko'rsatib beraman. Ko'rib turganingizdek, har xil treyderlar bor. O'zingizlarga yoqqaniga sarmoya kiritsanglar bo'ladi. Ya'ni treyder qilib qo'ygan. Bu yerda sun'iy intellektlar ham bor. O'zingizlarga yoqqanini ko'rib, o'qib tanishib chiqsanglar bo'ladi. Lekin aniq treyderlarni yo'qmi hech kim aytib bera olmaydi. Просто bu tarifning plani ham bo'ladi. Demak, keyingisi strategik holding bo'limi. Bu bo'lim orqali hozirda aktiv va zakrit bo'lgan sizlar sarmoyalarni ko'rib borsanglar bo'ladi. Uchinchi bo'lim orqali statistikani ko'rib borishinglar mumkin. Demak, keyingi pul ishlab bo'ladigan bo'limi bu dogovor bo'limi. Bu bo'lim orqali sizlar bitcoinga buy yoki sellga сделкалар ochib, yana daromad olishinglar mumkin. Demak, bizda keyingi bo'limi bu mana ценное образование bo'limi. Bu bo'lim orqali boya ko'rsatib o'tganda 3 ta plandan bittasiga sarmoya kiritishimiz mumkin. Minimalkasi $10 dan boshlanadi bu bo'limda. Demak, statistikasini ko'rib borsanglar bo'ladi. Композитный инвестиционный доход 5-10% deb qo'ygan. Skidka на пополнение счет, инвестиционная skidka bo'limlari bor. Bemalol o'qib tanishib chiqishinglar mumkin. Sarmoya kiritish uchun minimaliy $10 bo'lsa, nachat va подтверждать tugmasini bossak bo'ldi. Biz sarmoya kiritgan bo'lamiz. Demak, направление bo'limi orqali bu saytga do'stimizni chaqirib, yana pul daromad olsak bo'ladi. 3 urvenli hamkorlik dasturi bor ekan, ko'rib turganingizdek. Foizlari вообще kam, kirib o'zingizlar ham tanishib chiqishinglar mumkin. Demak, настройка bo'limidan biz o'zimizdan profilimizni настройка qilsak bo'ladi. Tilni o'zgartirishimiz mumkin, parollarni o'zgartirishimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, sayt interfeysi xuddi shundan iborat. Endi biz glavniy bo'limiga o'tib, перезарядка bo'limi orqali sarmoya kiritish haqida gaplashib o'tamiz. BP20, TRC20, Tron, BNB saytlari orqali sarmoya kiritishimiz mumkin. QR kod berib qo'ygan, xohlasanglar pastda adres berib qo'ygan. Xuddi shu adresni kopировать qilib, bergan adresiga sarmoya kiritib, перезарядка завершена tugmasini bossak, 1 daqiqadan 3 daqiqagacha biz kiritgan sarmoya profilimizga kelib tushadi. Keyin bemalol o'zimiz xohlagan bo'limga sarmoya kiritishimiz mumkin. Kelinglar, biz strategiya bo'limiga o'tib, birinchi mana bu Oliver Grayga sarmoya kiritib qo'yamiz. Buning uchun ustiga bir marta bosamiz. Statistikalarni yana chiqarib beradi. Pastdan summani yozishimiz kerak va undan keyin инвестируйте сейчас tugmasini bossak, bizga investitsiya успешно degan yozuv chiqardi. Ko'rib turganingizdek, уже выход выполнение bo'limida ko'rishinglar mumkin. 15 kunga sarmoya kiritdik. 15 kun endi biz bu treyderdan $1.21 dan ishlab chiqarib olsak bo'ladi. Demak, ko'rib turganingizdek, sayt xuddi shundan iborat. Ustiga bir marta bosamiz. Законченный bo'limiga o'tsak, hali tugamagan. 15 kundan keyin законченный bo'limiga o'tadi. Ko'rishinglar mumkin. 2-sana kuni sarmoya kiritdik, 16-sana kuni o'chadi. Полный statistikani shu tariqa olsanglar bo'ladi. Demak, уже bizga сразу bugungi kunlik daromadni berdi. Endi biz bu pullarni yechib olsak bo'ladi. Yechib olish uchun aktivat tugmasini bosamiz. Bizga xuddi shunaqa oyna ochiladi. Mana ko'rishinglar mumkin. Bu yerda pul yechish haqida полный ma'lumot berib qo'ygan. Bu yerda ko'rishinglar mumkin. 12:00 dan keyin восточное времяdan keyin biz pul yechishni boshlashimiz mumkin. Minimalkasi TRCda ham, BP20da ham $1 tashkil qilar ekan. Uzog'i 1 daqiqadan 3 daqiqagacha bizga pullarni to'lab berar ekan. Pul yechish ko'rib turganingizdek 7.24 ishlar ekan. Hech qanday komissiyalar olmaydi. Bu yerda maksimalniy summa снятия не ограничение deb qo'ygan. Ya'ni maksimalniy summa yo'q ekan. Bemalol xohlaganingizcha pul yechinglar bo'ladi. Demak, men bu saytdan pul yechib skrinshotlarini ekranga chiqarib qo'yaman. Pul yechish oynasi qanaqa bo'ladi? Birinchi qatorga summa, ikkinchi qatorga adres, uchinchi qatorga pul yechadigan parolni yozib, bemalol sizlar pastdan подтверждать tugmasini bosib, pullarni yechib olishinglar mumkin. Pul yechish videosini ham men Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Telegram kanalimga ham o'tib, qanaqa qilib pul yechish mumkinligini ko'rib olishinglar mumkin. Demak, sayt yoqqan bo'lsa, kirib sizlar ham pul ishlashingiz
xohlasanglar mumkin, xohlamasanglar yo'q. Buni hammasi o'zingizlarga bog'liq. Mana ko'rib turganinglardek bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agar kimga bu sayt qiziq bo'lsa, sayt silkasi opsiyasida va zakrepleniy kommentariyada bo'ladi. O'tib sizlar ham bemalol pul ishlashinglar mumkin. Demak, videoni boshida aytib o'tganimdek, bu videoda ham konkurs bor. Konkurs shartlarini ham videoni boshida aytib o'tganman. Bemalol o'tib ko'rib sizlar ham pul yutuqlarni to'sanglar bo'ladi. Demak, hammaga omad. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'linglar.